150 mingdan mana 5 metrli to'sinlar. Akalar, manzilni tushuntiramiz. Farg'ona viloyati Rishton tumanida. Hop, katta yo'lni bo'yida mana akalar, svetofor. Bu tomoni Farg'ona tomonidan kelish, Farg'ona Kurikdan To'da tomonidan kelish, bu tomoni Uchariq tomonidan, Qo'qon tomonidan kelish, Farg'ona Qo'qon katta trassani yo'lda joylashgan manzil. Mana do'kon ko'rishingiz mumkin. Svetoforda mana yonida, svetoforning yonida shu do'kon mana. Bemalol kelib aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda qilib berishadi. Telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqa katta holatda 5 metrlik, 6 metrlik to'sin kerak bo'lsa, mana bunaqa holatda tekkizligi tekkiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Kattaligi katta. Qo'l yetmaydi, ikkita qo'l yetmaydi. Ashna holatda 5 metrli to'sinlar bor. Mana 180 ming so'm shu bilan berishadi. Nechta kerak bo'lsa, zakaz bersalar, chiroyli narxlarda qilib berishadi. Tekkizligini ko'raverasizlar. Tekkizligi tekkiz zo'r. O'zimiz Mirza Terak. Mana uchi ham katta. Uchiga ham qo'l yetmaydi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Yo'q. Bu 4 metrligichi? Bu 4 metrlik. Legalik deyiladi. Bu hozir kunda 35 ming. Bu ham 35 ming. 4 metrlik a? Bularchi bu tomondagilari? Bu 4 metrlik, bu ham ustimga ya. Bu ustimga aymat to'sinlarga tashlasa bo'laveradi. 60 ming kam bor. 60 ming o'tib berasiz. Bular sal yo'g'onroq ekan, 4 metrli to'sin, sal jonliroq. Ko'rishingiz mumkin. Mana uchi ham sal jonli, uchi kichkina bo'lib qolgan emas. Sifati zo'r. Ichi o'qlanmagan, ichi ham zo'r chiqadi. Xudo xolasa, bosh olaveradi. bemalol kelib mana o'zlaring tanlab olishlari mumkin. Yoqmagani qolaveradi. Nech pul aka bu? Ular 90 ming kam bor. 90 ming kami bor. Tekkizligi tekkiz ekan, qish-shishig'i yo'q ekan. U sal jonliroq ekan bu. Hozir keladigan holatim. Mana. Shunaqa qarang. Tekkiz silliq zo'r ekan. Chukoti bir xil. Olinbek ham xizmatda. Sifat zo'r ekan ama. Bu kattaroqlar nech pul bo'lamish zo'r ekan-a? 4 metrlik haqiqiy to'sin. 130 ming kam bor. 130 ming kami bor, 4 metrlik bu ham. Yo'g'onlik yo'g'on ekan, ancha yo'g'on ekan. Ikkita qo'l qilsa qo'l yetmaydi. Zo'r. 130 ming kami bor, tushib berishadi. Aytilgan narx sotilmaydi. Bu 4,5 metrlik nech pul 4,5 metrligi? Baquvvat to'sinda. 160 ming kam bor. 160 ming kami bor. Bular 4,5 metrligi. Mana yo'g'on ko'raverasizlar mana. Hammasi bir bo'y ekan. Uchi ham mana jonli. Uchiga borib kichkina bo'lib qolgan to'sin emas. Kelib tanlab olaverasizlar. 5 metrligicha 5 metrlik katta ekan, ha? Mana saralangan edi. Bu katta-kattasi ajratib qo'yilgan ekan, ha? Ha, katta. 180 kami bor. 180 ming kami bor. Tushib berishadi. Mana bemalol ko'rishingiz mumkin. Kadrni yaqin olib kelib, sizga katta ko'rsatuvlar yo'q. 3 ko'ti bir xil. Kamida mana 3 metr masofadan olinyapti. Ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r. Bu 4 metrliklarchi aymat to'sin ekan-a? Bular qurib qolgan ekan-a? Bu Qurigani. Hozir qish kunida qurug'ini topish juda qiyinroq. Qurug'ini topaman deganlarga mana akamda bor ekan. Ko'raverasizlar. 90 ming so'm kami bor. Bu sal jonliroq ekan bu yondagi 4 metrlik deb tekkizligi zo'r ekan ama bular. Hammasi zo'r ekan. Haligi qing'ir bo'lgan terak emas ekan. Bir bo'y ekan. Bu nech pul? Bu ham 130 o'shani she'r. Ha, 130 ming. Qurug'i bu. 130 ming edi quruq ekan. 6 metrlik sarrobmi bu? 6 metr sarrob. Sarrob. Tekkiz ekan ama. Zo'r chiqadi. Nech pul ekan axir? Ular 90 ming kam. 90 ming kam bor o'tib berasiz. Kelishtirib beramiz. Erta hamma narsani kelishtirib berasiz. Bu 5 metrligichi? Bu 5 metrlik strapila. 5 metrlik strapila nech pul? 45 ming kam bor. 45 ming kami bor. Bu 3 metrliklari ham bor ekan, 4 metrlari ham bor ekan. Arzonroq bular, sara? 3 metrlik 4 kilar nech puldan bular? Bular 15 mingdan. 15 ming so'm mana. 3 metrlik 15 ming so'm. Sotilish o'zi bitta terakni ham 5 ming aytishyapti, 15 ming aytsa hol siz sotsangiz o'sha kepay baho eganda foyda qolmaganda sizga bu. Rosta xalq uchun ekanda aka. Chiroyli qilib qo'yganmiz. Ko'raverasizlar mana kashshak-pashshakka stoykaliklarga zo'r ishlaydi bular. Bu 4 metrligi nech pul? 4 metrligi 25 ming. 4 metrligi 25 ming so'm. 20 mingligi ham bor. 20 mingligi ham bor. Bu 5 metrlik sal arzonroq ekan-a? 5 metrlik bu.
5 metrlik 30 ming so'm bu ya. Masalan, arzonroq varianti, jinday kichikroq. O'tib berishadi hammasidan. Bu 3 metrlik to'sinlarimiz necha pul bo'lib ketdi aka? 60 ming 3 metrlik. 3 metrlik to'sinlarimiz mana 60 ming so'mdan qancha xohlasalaring shuncha bor aka, topib berishadi. Mana bu yerda ko'p ekan. 50 tami, 100 tami nechta bo'lsa qilib berishaveradi. Bu 3 metrlik ustumchalar necha pul? Buni 30 ming kam bor, 30 ming kami bor. 25 ming. O ko'p ekan bundan ancha. Qancha kerak bo'lsa aytaverasizlar mana. Zo'r ekan. Ustumlarga zo'r yaraydi ular. Bu 4 metrlik sal kattaroq ekan, bak. 4 metrlik Ustum, lagapaga. kesib ishlatadigan joylarga. Nech pul ekan? 40 ming bu ham 40 ming so'm o'tib berishadi. Zo'r ekan mana. 5 bu 6 metrlik kashaymi bu? Strapilarmi bu? Kashak, ustum, o'sha kesadigan joylarga ishlab. Ha, buni o'zi 5 metrga kesib qo'ymasa, 6 metr shundaycha qolaveradi. Ag'ana aralab o'tin qilsa ham sizga ularga olgan odamga foyda ekanda bu. 5 metr kashak qilsa ham, ular tagidan bitta 3 metr ustum olib qolganini kashak qilsa ham ishlaveradi. Nech pul aka bu? Ular 40 ming kam bor. 40 ming so'm mana 6 metrlik yog'och 40 ming so'm. Arzon. Zo'r narxlari. 4 metrlik drankalar nech pul 4 metrlik? 25 ming bu baquvvat. 25 ming so'm. Sal jonliroq yo nariga qaraganda. Hop 6 metrlik strapilar bor ekan. 6 metrlik strapilar bular. 6 metrligi nech pul? 50 ming kam. 50 ming, yani 6 metrlik strapili 50 ming so'm. Mana ko'rishingiz mumkin. Sifati zo'r. Tekis ekan hammasini. Javna qing'irqishib, egilib ketgani yo'q ekan, hammasi zo'r ekan. Bu 5 metrli ham sarropmi, strapilarmi bu? Bu ham o'sha strapilarga ham, sarropga ham ishlaveradi bular. Nech pul narxi buni? 60 ming kam bor bular. 60 ming so'm kami bor. Tushib berishadi. Ko'proq olsalaring yo'lida qilib berishadi. Shu yaqin o'rtaga dastlabki ham qilib berishadi, xudo xolasa. Uzoqroq bo'lsa, kelishilgan holda qilib berishadi dastlabkasini ham. Metallda ochilib qolsa, yana ham kelishaveradi. Ha, uzoqroqda ham iloji boricha dastlabki qilib berishadi, metall ochilib qolsa. Benzinda jinda qiyin bo'lyapti. 4 metrlik u 4 metrlik bu ham shu ustum, dranka shunaqa narsalar ekan. 4 metrlik strapilarga, Ashi zo'r bo'ladi, navay strapilarga bo'lsa, tekizligi ham zo'r ekan, sifati ham zo'r ekan, ham qurib qolgan ekancha bular. Ha, qurug'i bor. Bittakda ho'li bor, yangi tiraganlar, taglari. Nech pul aka bu? Bular 55 ming kam bor. 55 ming kami bor. Ko'proq olsa yana ham tushib beraverasiz bularni. O'zimiz Mirzater aka bular. Ichida anaqa kalifor yo'q. Umuman yo'q. Faqat vassa qilinadi. Plarama bormi? Plarama ham bor mana, ko'rishingiz mumkin. Plarama yog'ochlarimiz bor. Keyin mana bunaqa vassa o'tinlilarimiz ham bor. Qancha xohlasalar qilib beriladi kelishilgan holda. Bu hozir nech pul aka? Mana shu turishi nech pul? 1 million 200 ming mana shu Moskvachimizga bosib, chiroylab mana egasiga so'z oladigan odam yuklab, yuborib beradi. Moskvach aravada mana, mana shu aravada bitta arava to'ldirib berishadi mana shu o'tindan. 1 million 200 ming so'm. Ko'mir olsa, qish kunda bitta pechkaga zakondan o'tin zo'r ekan ham o'tin. Haligi faqat haligi po'chani o'zi qolgandan emas ekan, jonli ekan. Bemalol. Ichida buyumlari ham chiqadi. Vassaga ishlatsa, vassasi ham chiqaveradi ekan ichida. Tovuq katak, bu narsa vassa qilgan chiqaveradi. Zo'r ekan. Reykasi ham bor, vassasi ham bor. Buyum qilib ishlatsa ham bo'laveradigan ichidan o'zlaring olib turib. Hop, bunaqa yog'ochlarimiz ham bor, katta-katta. Sizlar kelib turib xorli so'rashlari mumkin, kattaroq yoki bundan kattaroq ishlatgani bir narsaga zarar bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, bu yerda plarama bor, tayyor. Plaramada mana o'zlari sizlar xohlagan razmerda qilib berishadi. O'zi ichida qilib berishadi. 200 ming kelisalaring, 200 mingga shuni o'zi ichida qilib berishadi. Ustiga pul qo'shib olmaydi. Bunaqa yog'ochlar ham bor. Optim terak ham olaverasizlar, Otabek aka. Terak tikka holatdami, kesilganmi, qanaqa holatda teraklaring bo'lsa ham aloqaga chiqsalaring, kelishilgan narxda, chiroyli narxlarda olishadi. O'zlari xohlasalaring buyum ham qilib berishaveradi. Chiroyli narxlarda kelishilgan holda. Bu yerda mana vastaylarimiz bor ekan. Jalolbek do'stim xizmatda, chetda boshqaryapti mana. Chiroyli teryapti. Vastalar mana 2 metrlik 2 metrlik mana vastalarimiz bor, katta-katta. Qalinligi 2 lik, ha? Hozir kunda 6 ming aytyapmiz, 5,5 ming qilib beryapmiz. Kvadratiga 11 ming. 11 mingga to'g'ri keladi. Donaga 6 ming, 5,5 ming, ko'proq olsa 5 mingdan ham qilib beraverasiz, xudo xolasa. Kelishda berishadi. Bu 2 metrligi. Ham yerda 3 metrligi, 4 metrligi, butun chama tushsin deganlarga mana 4 metrli deganlar 4 metrligi bor, 5 metrli so'raganlarga 5 metrli ham qilib berishadi, 3 metrligi ham bor. Bular narx nech puldan to'g'ri keladi? 3 metr, 4 metrlik. Bular donaga hisoblasa, hozir kunda 11 ming.
11 ming so'm. Hisoblasak hozir kunda 7 ming. 3 metrlik 7 ming so'm donaga, 4 metrligi 11 ming so'm. Sotilish narxi. Sotilish narxi. Sotilyapti. Hop, rekalarimiz bor ekan. Rekalar endi bizda rasmiy bo'ladi asosan. Tayyor chiqarilgan holatda bo'ladi. Tashkilangan. Keyin brus, mana abruznilar, bruslar zo'ri bor ekan, katta razmerlar bor ekan. Sizda 4 metrlik uzunligi ko'rishingiz mumkin, tekizligi tekis, sifati zo'r, anaqa garbaralashib, yaramaydigan holatda ichida yo'q, chiqmaydi. Xudo xolasa, kelib ko'rib, bemalol tanlab olaverasizlar. 4 metrlik bu 15 ga 7 likmi? Ha, 7 ga 15 bu. 15 ga 7. 4 metrlik to'sin tushadigan joyga qo'yib tashaveradi. Nech pul ekan bu narxi? Ko'p ekan bundan. Hozir kunda 120 ming jinnipini o'tib beramiz. 120 ming o'tban berishadi. Mana sifatini ko'raverasizlar. Tekizliklar, tekis zo'r. O'zimiz kerak hammasi. 3 metr 4 metrlik abruzniyalar bor ekan. 11 ga 3,5 lik 4 metrlik abruzniyalar mana uni ham ko'rishingiz mumkin. 11 ga 3,5 sifati zo'r hammasi, tekizligi tekis. Narxi nech pul ekan? Narxi 40 ming kam bor. Bundan ham jinnipini o'tib. 40 ming so'm kami bor o'tib berishadi. 11 ga 3,5. 11 ga 3,5 razmeri to'liq razmeri ham minisovoy emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu abruzniyoda 3 metr, 2 metr, 2,5 metr qilib beraverasiz. Qanaqa razmer desa, xudo xolasa. Keyin bu 4 metr dedi sal arzonroq ham bor ekan. Ikkinchi sorti. Bu ikkinchi sorti, murlatga, to'sin tagiga, stokalar tagiga, ustunlar tagiga qo'ysa bo'ladigan holatdagisi bu. Buni narxi nechi pul? 30 ming so'm. 30 ming so'm mana 4 metrligi 30 ming. Tozasi bo'ladi. 3 metrlik mana tozasi ham bor. Bu ham 30 ming. Ikkinchi sorti bu. Ikkinchi sorti 3 metrlik narxda beryapsiz ekanda bo'lmasam? Narxi bir xil, bu tozaligini hisobiga bu ham 30 ming. Ha, 30 ming so'm. 2,5 metrligi bo'ladi. 2,5 metrligi ham bor mana. 2,5 metrligi 20 ming, 2,5 metrligi 20 ming so'm. Buni 2 metrligi ham bor, 15 ming qilib beramiz. 2 metrligi 15 ming so'm. Burus ham bor ekan, 3 metrlikmi, 2,5 mi? Bular 3 metrlik burus. 3 metrlik nechi pul bo'lyapti? 65 ming. Shunda bunda o'tib beramiz. 65 ming o'tman berasiz. Bu 7 ga 13likmi, 7 ga 15 mi? Bu 7 ga 13likdan 65 ming o'tib berishadi. Meta 4 metrligi bor xuddi o'shani. 7 ga 13da 4 metrlik ham bor. Ko'rasizlar mana 90 ming kami bor, 85 dan beryapti. 90 ming kami, buni abzori yo'q ekan, garbili yo'q unaqa, yaramaydigan holatda garbili yo'q, mana ko'rasizlar. Sifati zo'r, tekizliklar zo'r, tekis. 90 ming so'm. Kami ham bor. Kelishgan narxda qilib berishadi. 2 metr 3 metr, 2,5 metrlikdan ham qilib beraveradi. Hozir tugab qolibdi, qilib berasiz bulardan, xudo xolasa. Shu 2 kundan beri sotilyapti, yengillab qoldi. Xudo xolasa chiqariladi. Xudo xolasa qilib berishadi. Aplika ham bor ekan, mana Pilaramadan chiqqan, mana qancha chiqsa qilib berishaveradi. Nech qolsa qilib berishaveradi. Mana tayyor qoplab qo'yilgan. 18 mingdan uyiga shuni olib borib tashlayveramiz. 70-80 qolmasin, maskushka siqqanicha. Siqqanicha yuklab berishaveradi. Rishtonga dastavka qilib berasiz. 18 mingdan qopini bersa, 20 mingdan bo'lsa, qopini qoplab olib beramiz. Qoplab olib berishadi. Ha, bo'ldi. Aloqaga chiqaverasizlar mana. Bunaqa o'tin ham bor mana. O'tinlar bo'lsa, o'tin zarur bo'lgan odamlarga mana o'tinlar ham bor. Qilib berishaveradi qancha xohlasa. Ichida buyumlari ham bor, qilib berishaveradi.